Buyraklaringiz haqida qanchalik bilasiz? Buyraklar tanamizning eng muhim organlaridan biri hisoblanadi. Ular har doim qonni filtrlab, zararli moddalarni chiqarib tashlaydi. Buyraklaringizni sog'lom saqlash uchun quyidagilarga rioya qiling. Tuz iste'molini me'yorda saqlang. Qondagi qand, ya'ni saharni va qon bosimini nazorat qiling. Har doim jismoniy harakatda bo'ling, sport bilan shug'ullaning va eng muhimi, kun davomida iste'mol qiladigan suyuqlik miqdorini nazorat qiling. O'rtacha yoshi katta odamlar kun davomida 2 litrdan 2,5 litrgacha suyuqlik iste'mol qilishlari kerak. Agar siz kun davomida suyuqlikni me'yorda iste'mol qilayotgan bo'lsangiz, peshobingiz 3-4 marta sariq somon rangida tiniq bo'lib chiqadi. Qanday holatlarda ko'proq suyuqlik iste'mol qilish kerak? Homiladorlik davrida, sport bilan shug'ullanganda yoki jismoniy mashqlar bajarganda va havoning issiq kunlarida organizm uchun ko'proq suyuqlik ichish tavsiya etiladi. Bundan da ko'proq foydali ma'lumotlarni olish uchun sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.